Ko'p o'limni o'ylasa, o'limga qilingan sehrni bildiradi. Shifogarga so'zinglar, shifo shafranga cho'miringlar. O'zim jin borligim qaydan bilaman? Efir ko'ring, efir o'zimdan ko'ring. Marit degani muzdab boshqacha bo'ldi. Marit degani siz Marit jin bor ekanda, oldinda kuchli jinlarni eseptiryapti bunday. Polvon jinlardan. Domla menga tuhmat qilishdi, sud jarima qildi. Men hayotimda masalan o'zim turli tuhmatlar ko'rganman. Turli o'zim hayron qolaman. O'zim shunaqamanmi deyman. U e'tibor bermaslik kerak. Umuman, glavni siz ichingizdan tozamisiz, shuni qilmaganmisiz bo'ldi. Endi odamlar ishonvoradi deb, odamlar biladi. Kim qanaqaligini odamlar juda zo'r biladi. Agar kim buni shu tuhmatga kim ishongan bo'lsa, bitta eshitadi. Bu odam o'zi ahmoq bo'ladi. Aqlli odam ikkinchi tomonni so'raydi, biladi. Shunaqa. Hech xavotir qilmang. Agar siz buni qilmagan bo'lsangiz, duo qiling. Oxirat bor. Oxiratda Alloh taolo hammasini siz bilan uchrashtiradi. U yerda o'zi boshqacha bo'ladi. Alhamdulillah, men hayotda nima qilmaganman. Biron tuhmat qilib yoki biron menga mana qilib kelsa, boshim gapni ko'tarib yurib, manaqa ekan, anaqa ekan, buni qilmasradat qilmaganman, alhamdulillah. Hamma odam o'zining hayoti bor. Bilganini qilsa, o'zi javob beradi oxiratda. Ifrit jin nima deydi? Ifrit jin qanday chiqarsa bo'ladi? Shunday promofer o'qisangiz, zikrlar qilasiz, chiqadi. Hamma jin chiqadi. Endi ifritlar boshqa jinlardan ko'ra ular aqli kuchliroq bo'ladi, sehri kuchliroq bo'ladi, hiylasi kuchliroq bo'ladi, vasvasi kuchli bo'ladi. U ham chiqadi, chiqmagan yo'q. Oshiq jin qanchada chiqadi? Любой jinni manchada chiqadi degan narsa yo'q. Uni hech kim bilmaydi. Siz harakat qila olasiz, o'zi chiqaveradi. Oddiy jinlar tezroq chiqib ketadi. Oddiy jinlar masalan shifo shafar ichganingizda ham chiqib ketishi mumkin. Ba'zi jinlarga 1 kun, ba'zilarga 1 oy, ba'zilarga 1 yil, har xil. Uni bilasiz, davom etmayman, 1 yil demayman, u вообще aytyapman. Hech kim bilmaydi. Prosta shu nima, masalan, odam biznes qiladi, shu masalan biznesini qilib ketaveradi, ishini qilib ketaveradi. 10 yil qilaman, 2 yil qilaman, qancha qilarmanki deb o'ylamaydi-yu. Bu nimadan sehrda harakatsiz qilib ketaverasiz. Ishingizni ham qilasiz, bolangizga ham qaraysiz, ibodatingizni qilasiz, mehnat qilasiz, sehrdan qutulib ketaverasiz. Namoz o'qiyotgan adashsangiz, bu sehrda bo'lishi mumkin, nazarda bo'lishi mumkin. Namoz o'qiyotganingizda hayolingiz ketib qolaveradi-yu. Hayolingiz ketib qolaveradi. Astag'firulloh deb keyin hayolingizdan qaytib olib kelasiz. Yana qanaqa ketib qolganini o'zingiz bilmay qolasiz. Bu kuchli nazar o'tib ketgan bo'ladi. Imini aqlga o'tgan nazar kuchli bo'lib ketadi. Jindan ham bo'ladi, nazardan ham bo'ladi. Nazardan bo'lsa kuchli nazar bo'ladi. Qurbaqa kalta kelsa xuni ko'rsatish, qarzga botirish, shunaqa sehrni bildiradi. Tushda gapirish. Qaranglar, tushda uxlayotganda gapiradi alaqsirab. Ali qattiq charchaganda oyda yilda bir gapirib qo'ysa, bu normalniy. Odam charchaydi, gapirdi. Bu odat bo'lsa, gapiraversa, bu nimani bildiradi? Nima edi? Isitma kuchayib ketganini bildiradi. Meni bir tanishim bor edi. Shu aytadi-da, domla deydi, kechpayt uxlatsam deydi. Kechpayt uyqusirab turaman deydi. Men xotinimga qarasam deydi, uxlayotganda. Xotinimga qarasam, xotinim shunaqa chiroyli, boshqa bir millat bo'lib ko'rinadi ko'zimga deydi. Boshqa bir chiroyli ayollar, chiroyli millat bo'lib ko'rinadi deydi. Uxlayotganda. Keyin hali bola paqir keyin xursand bo'lib ketadi. Rosa ham shekali deb o'ylaydi-da. Keyin meni ketayotgan joyida men uxlayapti endi qayerdan bilsin. Shuni ko'zim ochilib ketadi deydi. Hali uyqu ochilib ketadi. Keyin haligi o'zim xotinimni ko'raman deydi. Keyin Господи Боже deb ketaman deydi. Yotib olaman, nar tomonga qarab deydi. Nima bu? Bu isitma. Isitma kuchayib ketgan bo'ladi. Kuchli isitma qilib yorganini bildiradi. Uxlayotganda ham ko'zga shuna bo'lib ko'rin beradi-da. Uyqusida bunday xotini boshqa millatga chiroyli, go'zal ayol bo'lib ko'rin beradi. Dasturxonda aytdim-ku, rizq qilingan sehr bildiradi.
kulyapti. Loyqa suv ko'rish hayotning bulg'ash sehri. Shafran qancha vaqt ichiladi? Yaxshi bo'lguncha ichaverasiz. Shifo shafranni beremini bo'ladimi? Kasal bo'lib, umuman ziyon yo'q. Yosh bolaga ham, katta odamga ham, bo'yida bor, umuman ziyon yo'q. Ichaverasiz. Если снится туалет, да, уже порча есть. Если она чистая, это уже хорошо. Chaqaloq ko'rish yaxshi emas, вообще yaxshi emas. O'zingizni bolangiz ko'rsangiz, hayotda bola bor, o'zingiz bolangiz, palonchi bolangiz. Ashuni ko'rdingiz, bu normalniy. No, yot odamni ko'rsa, yot odamni, chaqaloq вообще ko'rsa yaxshi emas. Keyin o'zingiz tushingizda o'zingizni bolalaringizni qutqarib yurarsiz, o'zingizni bolalaringiz, hayotda masalan aytaylik, ikkita bolangiz bor, ashlar qutqaraverasiz. Yomonlardan, hayvonlardan ko'tarib qochib yuraverasiz. Bu ham yaxshi emas. Tirnoqni olish yaxshi. Tirnoq olish, odam o'zini tozalab yurish, bu fitratdagi narsa. Rasulullohning sunnatdagi fitratdagi narsa. U narsalar ko'rish yaxshi. Rovna bo'pti. Yaxshi amalinglar. Ertaga inshaalloh konsultatsiya qilaman. Inshaalloh, hamma zo'r bo'lsa, inshaalloh qilaman. No, ruqyamiz inshaalloh subota kuni. Assalomu alaykum, yaxshi amalinglar.